Malol o'rnashib o'tiravering, ko'taradi. 300 kilogacha ko'taradi. Yo'q, xolasi. 300 kilogacha 300 ko'taram. kilogacha ko'taradi. Uchko'prik tumanidagi Salloq qishlog'ida mana shunday xalanchilaylar ishlab chiqariladi. Bu xalanchilaylar 300 kilogacha yuk ko'tarishi mumkin. Ayrim qishloqlarda odamlar ish qidiradi. Bu qishloqda esa ishning o'zi odamni qidiradi. Ustaxonalarda erta tongda mehnat qiziydi. Kimdir karkas tayyorlaydi, yana kimdir stul to'qiydi, kimdir tayyor mahsulotga so'nggi sayqalni beradi. Yana bir guruh esa tayyor mahsulotni xaridorga yetkazish uchun shoshadi. 2022-yil o'rganib kelganmiz Toshkent viloyatidan. O'rganib kelib o'zimiz mana shu ishimizni boshlaganmiz oilaviy. Dastlab oilaviy boshlab, keyin sekin-sekin qo'shnilarimizga o'rgatdik. Shu shogirdlar ko'p chiqardik. Shu mahallamiz polni shu ish bilan shug'ullanadigan bo'lib ketdi-da, shu ish orqali. Oldin oddiy stol yasardik. Bir tadbirkorning to'g'ri qarori bir qishloq aholisini farovonligiga sabab bo'lmoqda. Bunday tadbirkorlik faqat mahsulot emas, imkoniyat ham yaratadi. Chunki qishloq taraqqiyoti avvalo mehnat qilayotgan insonlar bilan yuksaladi. Shu ratanda o'sha mahsuloti, to'qiydigan mahsulot mana shu, bu o'zimizda qishloqda chiqaradi. Hatto bizning qishlog'imizga bitta turba kirib keladi xolos. Qolgan hamma shu mahsulot o'zimizda chiqariladi, shu yerda o'zida tayyor mahsulot bo'lib chiqib ketadi. Bizda hozir jami 166 xonadon bo'lsa, Salloq qishlog'ida, shundan 115 ta xonadon aynan shu nima bilan, yo'nalish bilan shug'ullanadi. Shu driver shu qishlog'imiz. Eng muhimi, Salloq aholisi doimiy ish bilan ta'minlangan. Bitta stul to'qigan kishi ishning sodda murakkabligiga qarab 60 ming so'mdan 200 ming so'mgacha xizmat haqi olishi mumkin. Ular o'z mehnati orqali nafaqat oilasiga daromad keltirmoqda, balki mahalliy ishlab chiqarishning rivojiga ham hissa qo'shmoqda. Men hozir kichinasini to'qiyapman dekon. Undan kam fori bor, endi kattaroq unisi. Uchko'prikda Salloq qishlog'i ratandan tayyorlangan mahsulotlar markaziga aylanib ulgurdi. Tadbirkorlar mahalliy bozordan tashqari bu mahsulotlarni Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston kabi o'nlab davlatga eksportini ham yo'lga qo'ygan. Uchko'prikning 100 yillik tarixiga salloqliklar o'zlarining mana shunday stol-stullari bilan kirmoqda desak adashmaymiz.